O'zbekistonliklarda 90% avtokredit rasmiylashtirayotganda mana shu top 5 ta xatoni qilishadi va 3-4 oy avtomobil haydaladi, avtomobildan so'ng ayrilib qolishadi. Avtomobildan avtokreditga olgan paytda ayrilib qolmasligi uchun men hozir aytib o'tadigan mana shu top 5 ta xatoni siz takrorlamasligingiz kerak bo'ladi. Diqqat qiling, tushuntirib o'taman. Birinchi xatomiz o'zbekistonliklarda avtokreditdir, ipotekadir, qanaqadir bir shartnoma rasmiylashtirayotganimizda shartnomani o'qimaymiz. Eng katta tuzoqlar, yashirin joylar mana shu shartnomani ichiga biriktirilgan, kiritib ketilgan bo'ladi. Ikkinchi biz aniqladigan xatoimiz foizlarni noto'g'ri tushunib olamiz. Reklamada 11% ko'rsatilgan bo'ladi, lekin sizni qo'lingizga shartnoma berayotganda 18% dan tiqib yuborishadi. Albatta siz tabiiy ravishda o'zbeksiz shartnomani o'qimaysiz va shartnomada sizga 8-9% ustiga mindirib berib yuboradi. Bu mana shu shartnomani ichidagi yashirin manyovrlar hisoblanadi. Juda ko'pchilik uchinchi qiladigan xatosi majburiy to'lovlar borligini hisobga olishmaydi. Avtomobilni kreditda rasmiylashtirayotgansiz sug'urta va unga o'xshash va boshqa turdagi majburiy to'lovlar bo'ladi va yo'q joydan rasmiylashtirish davomida bazaviy hisoblash miqdoridan 10-20 baravarga yaqin bo'lgan qo'shimcha to'lovlar chiqib keladi va biznikilarda qiladigan 4-xatosi kechiktirish oqibatlarini, ya'ni to'lovlarni grafikdan orqada qolib ketish oqibatlarini hisob kitobini qilmaydi. 1 oy, 2 oy kechiktiradigan bo'lsam, bank menga tegina olmaydi deb o'ylashadi. Lekin yuqoridagi birinchi xato shartnomani o'qimagan bo'lasiz. Shartnomada esa 15 kunlik, 30 kunlik, 60 kunlik muddatlar qo'yilgan bo'ladi va qiladigan 5-xatoimiz mana shu 4-xatoni oqibatida bo'ladi. Ya'ni biz avtomobilni to'liq o'zimizniki deb o'ylaymiz. Mulk aslida bankniki bo'ladi va siz to'lovlarni kechiktiradigan bo'lsangiz, albatta bank sizdan avtomobilni olib qo'yadi. Unutmang, aqlli inson kreditni boshqaradi, aqlsiz inson esa kredit boshqaradi. Videoni avtokredit olgan tanishlaringizga yuborib qo'yishni va yuqorida olmoqchi bo'lganlarga ham yuborib, mana shu xatolarni takrorlamasligini tushuntirib qo'ying. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.